أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyat bilan At-Tafsirul Muyassar degan bu tafsirdan darsimizni davom qilgan bo'lib, Maida surasi 84 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygur tercümesi. Biz demişqa Allah'a biz kelgen hakikatga ishonmayli. Halbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz. Bu so'zlari uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi.
Yaxşılıq qılğıçlarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar davzaq ahlidir. Ey mu'minlar, Alloh sizlarga halol qilgan pok narsalarni tark dunyo bo'lish yuzsidan o'zinglar harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalarni yangla, sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah sizlarni savanlik bilan qilgan qasminglar uchun javobgarlikka tortmaydi. Lekin sizlarni qasddan qilgan qasminglar uchun javobgarlikka tortadi. Mundaq qasminglarni buzsanglar, uning kafarati oilanglarga beradigan o'rta darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanini yepib turadigan bir qur kiyim berishdir. Yoki bir qo'l yoki bir cho'rni azod qilishdir. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa, 3 kun ro'za tutish lozim. Bu ana shu ishgan qasminglarni buzganliklaring kafaratidir. Qasminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimar o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish shaytonning ishi. Paskina qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Xo'sh. وما لنا لا نؤمن بالله وقالوا وأي لوم علينا في إيماننا بالله وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله واتباعنا له ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة. Bula deydi de bu Nasaralı. Qandaq malamet olsun bizim üstümüzge, bizimki Allah Teala'ya iman keltirişimizde. Ve biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam epkegen hakkı bizimki tasdik kılışımız barısında qandaq malamet olsun. Ve bizim o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a erişişimiz hakkında bizim Parvardigarımızga taat kıladigan kişiler bilen billa bizni kıyamet günü cennetiga kirgizishni umid qilamiz. Fajazahumullahu bima qalu min al-i'tizaz bi imanihim bil islam ve talabihim en yakunu ma'al kavmis salihin. Cennetin tecri min tahti kusuriha ve eşjariha el-enharu. ماكثين فيها لا يخرجون منها ولا يحلون عنها وذلك جزاء إحسانهم في القول والعمل. Allah ula qarta ularninki bu İslam bilen ularninki iman etişlen Allah ularga mukafat verir. Ularninki dini qarta. İzzetleniştin ularninki iman keltirishlarning İslamiyatga iman keltirish sebep bilan ularga
Nayet izzetlik muşu sözlerden ibaret degen näsilen Allah ular mukafat oradu. Ve ularning talabqanlik sebep bilen. Nemeni ularniki yaxshi qavm bilan birga bo'lishini talab qillik sabab bilan. Nemin mukofot urdi deganda bir jannatlarniki, u jannatning qasr dal-daraxtlarini orasida o'ssanglar eq turgan jannatga mushunga musharraf qiladi va Alloh ularni mushunga mukofotlaydi. Ular bu cennette mengu qolgan holda, bu ular o cennetten chiqmaydi va ularnicho o cennetten yetkelmaydi. Bular bu olsa bu cennet ularninki söz ve ameli hareket qilgan güzel yaxşılığının mukafati ve şunun netinisidir. والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته المنزلة على رسله أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. Allah subhanahu wa ta'ala'nın birlikiga tangan ve birlikni inkar qilgan Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni inkar qilgan ve o Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu peygamberlerge düşürülgen ayetlerini yalgıngı çıkarganlar. En şula olsa nak ula dövzak egilirdir. Ula bu dövzaktan mengu ayrılmaydı. O dövzakçı mulazimun. Dövzakın lazım tukçu. Yani mengu ayrılmaydı ula o yerden. Ola yazbillah. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء فتضيقوا ما وسع الله عليكم ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله إن الله لا يحب المعتدين. Ey ehl müminler, Allah ini yemek içmekten ibaret ve halal cüp yani ayallahını nikahlaştın ibaret sizge pak huzur halavat qilib bergan halal qilib bergan Allah'ın bu tayyibat bu nimetlerini ço haram qilmanglar o'zinglarcha. Allah sizga kengchilik qilib bergan narsani talashtirib qo'ymanglar. Allah haram qilib bergan narsaning chek-chegarasidan hal qilib qanqib ketmanglar. Allah buna o'xshash hududga Allah'ning haq hududiga tajovuz qilganni Allah yaxshi ko'rmaydi. وتمتعوا أيها المؤمنون بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته. Ey müminler, huzur halavetlik halal narsalar bilan huzurlaninglar. Allah sizlarga u narsani nima Allah sizlarga bergan narsani to'g'ri. Va Allah sizlarga ini minhaq bergan narsani. Allah'tan korkunlar. Allah'ın buyrug'iga moslashish bilan va cheklimlardan uzak qochib ketish bilan, uzak turish bilan Allah'tan korkunlar. Çokum sizlarning Allohga bo'lgan iymon keltirishinglar, sizlarga Allohdan taqvolik qilish lozim tudu. Va Allohdan muraqaba doim Allohni kuzatib turishni lozim tudu. لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الأيمان مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم فإذا لم تبوا باليمين فاسم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام 10 محتاجين
لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم. لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد أو كسوتهم أو كسوتهم. لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا أو إعتاق مملوك من الرق. فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام 3 أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم. واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها، كما بين الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها، يبين لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. Ey ehli Müslümanlar, ehli Müslümanlar, Allah subhanahu ve taala sizlarni çok cezalamaydı. Nime qarta? Sizlar qasamdan iborat eni haqiqiy chigishni, haqiqiy uni aqd qilishni ko'ngildan chiqarib qilmagan qasam qarta, sizlar maqsad qilmagan mundaq qasamlarda Allah subhanahu ve taala sizlarni jazoga tortmaydi. Sizlarning ba'zilarning degan o'xshash la valloh degandek yo'q emas. Alloh bilan yo'q. Va bala valloh degandek, masalan la valloh va bala valloh degan o'xshash bu nayta tilninki oldinroq nimasidan shundoq bir ketib qolganligidan og'zidan chiqib ketib qolgan, ammo qalbidan emas. Mana o'xshash qilib qolgan qasamlardancho Alloh buni qarta sizlarni jazo tortmaydi dedi. Lekin jazo tortadi sizlarni. Sizlar rasmiy ash qasamni aqd qilishni sizlar dilinglar bilan aqd qilib, uni rasmiy e, buni dilinglarga bog'lab, uni qalbingdan o chiqqan qasamni sizlar shu maqsad qilgan qasamning o'zi qarta, agar shu qasamga vafo qilolmasanglar, Alloh uni qarta sizlarni jazolaydi. Osh qasamning gunohi hamda. Ayva baqalanmaganlıqның günahı nime? Allah onu uçurvadı da. Boptu qilvadı. Bir nəsdin ki, sizlər ilgiri qılsız, ilgiri qilgan nəsdin üzlən Allah sizlərə yol qoyupagan, yol qoyupagan nəsdin ibaret sizlər qilib qalgan bu qasmanlarını Allah subhanahu taala uçurvadı. Onun cezası nimesi? Kaparettir. 10 hacetlik 10 kişiye taam beriştir. Ki ula özünün şu bir günlük ihtiyacıga egolanmaydıgan, yetkidek nesi egolanmaydıgan ve özünün ihtiyacını kamdayanmaydıgan muyda 10 mühtajlık, 10 hacet egilirge şunu koşun toyğuz buyuştur. Her miskin üçün yarım sağ yemek beriş gerek deydi de. Sizler şu şehirninki, ehlinki yemek içmekinin otur halca yemek içmeklerden yarım sağ tam beriş bunun bir cezası. Ya ki şu 10 kişiye kim geçecek kaydır koştur. Her miskin üçüncü kim keydiriş jaryanında örp adette aşağıya yetkidek derecede. Bir örp üzdeki nimisini avretlerini mesela uçusunu bir kuruşunda bir yapkıdak derecede muş yapı ekipaya kıldıgan derecede her nimige 10 miskin tağın bir kim keydiriştir. Ya ki bir kul azat kılıştır. Qasam qilgan odam o'zininki qasamga agar vafo qilolmagan qasam qilguvchi ki vafo qilmadi o'zining qasamiga. Bu xil qasam qilguvchi ixtiyorlik berilgandir u odamga shu uchta orasida. Ya 10 miskin taom berish yoki
bu 10 miskin geçiyor normal aşılarınki üçüsünü bir qatar bir yapqırak derecede kiyim giydirip koyuş yoki qo'lzat qilish shundan birini qiladi shundan birisi uchun ixtiyor qilib berilgandir kim ekamdi buningdan hech birisini topolmabdi qilamagan bo'lsa u odamga 3 kun ro'za tutishi vala 10 miskin taom beramabdi vala 10 miskin kiyim giydiramabdi vala azoblash qo'limi yo'q ekan oxirgi chiqish nuqtasi buningga 3 kun ro'za tutish shu 3 kun ro'za tutish u sizlarning qasminglarga vafo qilolmaganlikniki kapartidir ey musulmonlar sizlarning qasminglarni qasamdan uzoq bo'lish bilan saqlaninglar saqlaninglar musulmonlar sizlarniki qasminglarni saqlanglar qasamdan uzoq bo'lishlan yoki agar qasam qilib qolsanglar vafo qilishlan qasam qilmanglar agar qilib qolsanglar uni qarta astoydillik bilan vafo qilinglar kulk chaqchaq o'yin chaqchaqni o'rniga kirgizmanglar qachon uni vafo qilolmasa yoki kaparatlan vafo qilinglar yoki kaparatdir izalam tapu biha qachon am buningga bu qasamgacha vafo qilolmasanglar buning jazosi nima kaparat qandaqki alloh subhanava taolo sizlar uchun bu qasamninki hukmini bayon qildak va u qasamdan bo'shinishninki hukmini uning hududisidan chiqishning hukmini bayon qiladi alloh subhanava taolo sizlar uchunchu o'zining dinining hukmlarini bayon qiladi nima uchun alloh subhanava taoloning sizlarni tubsiz ravurus yo'lga boshlab qo'ygani qarta rahmat aytishinglar uchun يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل والميسر وهو القمار وذلك يشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين وصد عن ذكر الله والأنصاب وهي الهجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها وما ينصب للعبادة تقربا إليه والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان فابتعدوا عن هذه الآثام لعلكم تفوزون بالجنة Ey Allah'ın Resulü'ne tasdik kılgıçılar, Allah'ın şeritiga amel kıldıqallar, çokum arak nima? Arak degan har qandaq aqlni yapadigan bir nima masquqchi. Arak degan aqlni yapadigan har qandaq masquqchi. Va qimar. O qimar umu va huwa al-qimar maysir demak qimar demakchi deydi. Mushning o'zi murahanat va buning o'xshashini o'ziga oladi qimar deganlikning o'zi. O nurg'un hozir shakli o'zgan qimarlar bor yoki bizda ma'ruf bo'lgan to'rt uchuqlar qimar bo'lib boshqasi uning xorij emas oshningga o'xshaydigan oshning nurg'un shakli o'zgargan qimarlar bor utilishni o'z ichiga olgan buning hammani o'z qo'yniga qoladi bir narsani qatoridan keyin bu uningdir ikki tarafdan bir ayvadi bor ya utish bor ya utilish bor ikki tarafdan shu ayvad bor vasaddun an zikrillah bu ham nima Allohning zikridan to'sish bu hammasi aroq qimor bu Allohning zikridan to'sidi Allohning zikridan mashg'ul qiladi soatlarcha kunlarcha mashg'ul vaqtni zayi qilib
Allah'ın Resulü fakat o fikir hiyalden çıkıp yitip kop kılıdı Allah'ın zikrini tozulgan emeller bula. Vel ansab. Ansab degan ular müşrikler aynı vakitte onun kışıda, onun çoğun bilip gidip, onun kışı boğuzlaydigan özünki en'amlarını, koy, kala, töge, öşkün ibaret bu özünçü zebaihlerini boğuzlaydigan bir taş bu ansab. وما ينسب للعبادة تقربا إليه وبرناسكي تحلن وناسي إبادة شن o Allah'ın yakın buluşunuzun ibadet için tihlengen nasa. Vel ensab. Aşın bir tihlenip koygan bir taş tek bir binası iken de aşın kışta indak bir yüz cahiliyet devrde. Biz Allah'a yakınçılık kıldık, ibadet kıldık dep ibadet maksızda aşın tihlenip koygan bir nasa. Bir taş tek. Vel azlam. Azlam o bir kıdah. Bir xil yağçak ok yağının degendek. Enanlan çok kuparla oşundan bir nim kılattı, özünün taksimatını talep kılattı. Kılam deme, kılmam deme degендek. Bir işlagçı kadam kuyuştum burun. Yaki üçtünçü çekilmiştim burun. Aşının kartta yol alattı. Bana kızım ya buladı iken ya bulmaydı iken dep. Demek bunun hemmisi kımar olsun, arak olsun ve onundan başka ensap, azlam olsun. Hemmisi nime muşçukum aşı aşı hemmisi günah. Bu şeytanın çıraylı ko'rsatgan ishlarining qatoridan bu. Bu günahdan bolumu jiroq bo'linglar. Umid qilsizlar, jannatlan qozong'aysizlar. Jannatni qo'lga keltirishinglar uchun deydi. Xo'sh, oyat karimida av tahriru raqaba deyildi. Balog'a aytib ko'rsak, av tahriru raqaba. Raqaba degan boyun, ga'dan degandek gap bir ga'dan azod qilish, boyun azod qilish. Buni da azod qilgan ga'dan azod qilib qilgan ish yo'q. Bundan ham de Alloh subhanahu taoloning maqsadi nima deganda bundan bir bundan majaz mursal vada juz zikr qilindi, kulni rad qilindi. Bu qulluqlarınki asasen eğirçilik, bağ kildiğin xapılık mı, şunu boyuna kildiğin boğaşqa. Bir yerde raqaba. Düz zikir kılınıp, kul irad kılınıp, bu mecaz mursal kabilsidir. Bu ayetlenecek mesela. Bunun alaka nime erginde? Alaka cüz'iyye. Alaka cüz'iyye var. Enandan başka İnnemel hamru vel meysir. Bunun da bu hamr meysirinin bu tahrim halal kılınlıkların nime aram kılınışınca ta'kidning turlaridan bo'lgan bir necha nimalar bilan ta'kidlandi. Innama den iborat masalan. Chuqum buni gap ketmaydi o. Chuqum, haroq, qimor, ansab, azlam hammasi chirkindi, maynat shaytonning ishlaridan degandek. Pajtanibu am bu ilqi hurrimu deyiştin pajtanibu deyiş naiti nehi cihatte tusuş cihatte pek ablag ve absah. Onundan ilqi aram kılındı bu nesin degenden jıraq durungla degelikmizi nehida bu pajtanibu naiti nimcinco hurrimu degeliktin naiti yeterlik fevkalade. Şuna bir yerde peşten bu değildi de. Hoş dersimizin devam ikinci saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.